Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Biz sizlarga hozir juda ham arzon narxda ikkita bir xil bo'lgan uchastkani, to'liq remontdan chiqqan uchastkani sizlarga obzorini ko'rsatamiz. Uyimizga shunday kirib kelishimiz bilan ko'rishinglar mumkin, to'liq ta'mirlangan, travertin toshlari tunikaponlarigacha, akfa romlarigacha hammasi qilingan. Kirganimizda darvozaxonaga любой bitta katta mashina ham sig'adi. Chap qo'limizda ko'chada hojatxonamiz bor. Ko'ryapsizlar, kichkina bo'lsa ham ziloniy zona bor, atirgullarni ekib qo'ygan. Endi xohlagancha bu narsa daraxtlarni qisib. Osmon ochiq, shamol, havo aylanishi juda ham yaxshi. Uyga kirishdan oldin sizlarga podvalni tanishtirib o'taman. Podvalimizda duxkontrni kotel o'rnatilgan и produktda bankalarni qo'yish uchun ham yetarlicha joy qilingan. Qo'limizda shunday kirganda zal bo'ladi, bu yerda mehmonxonamiz. Ko'ryapsizlar, to'liq aboylar bitkazilgan, patologlar ham skoromli qilib figuralar qilib qo'yilgan. Oyog'imizni tagi hammasi laminat. 100% uyimiz to'pli poldan iborat. Qishda sovqatmasdan maza qilib yashasa bo'ladi. Mana o'ng qo'limizda kiruvishimiz bilan oshxona joylashgan. Kuxonniy mebellarga moslashtirib turib, kapillarni ham hammasini joy-joyiga qo'yib ketilgan. Bu hol hisoblanadi. Holdan bitta общий sanuzilimiz bor. Sanuzil kichkinagina emas. Bu yerda bemalol kir mashinalarini ham joylashtirib ishlatsa bo'ladi. To'g'rimizda ikkita spalni turibdi. Bitta spalnimiz bu yoqda ichkarida romi bor, ko'chaga, balkonga qaragan, havo aylanishidan qoldirilgan. Ikkinchi spalnimizda uje eshigi bor, katta romi bor, balkon ham uje osmon ochiq, shundoq yomg'ir tushsa ham ko'rinadi, havo aylanadi. Juda ham bu yog'imiz yorug'roq. Bardanko'lda joylashgan ushbu xonadonimiz to'liq ta'mirlangan xonadonimizning narxi juda ham arzon narxda. Har bitta xonadon uchun 57 ming dollardan belgilangan. Bilasizlar, buni xonadonimiz ikkita yonma-yon tushgan. Pastda nomerlarni qoldirganmiz. Murojaat uchun bemalol bizga telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi.